Tunji Aqaba bayiti. Yuqorida biz Yasrablik 6 nafar kishi Bi'satning 11-yili haj mavsumida musulmon bo'lib, ular Rasulullohga bu elchilikni o'z qavmlariga cho'qim yetkazishga va'da berishgan edi degan edik. Buning natijasida kelar yili haj mavsumi, ya'ni Bi'satning 12-yili milodiya 621-yili iyulda Yasrabdan 12 odam hajga keldi. Ularning 5i oldingi yili Rasululloh bilan ko'rishganlar. Bu yil kelolmagan bir kishi Jabir ibn Abdullah ibn Riab edi. Qolgan 7si yangidan qo'shilib kelganlar edi. Ular 1. Muaz ibn Haris ibn Afra, Xazraj qabilasi Bani Najjar jamoatidir. 2. Zakwan ibn Abdul Qays, Xazraj qabilasi Bani Zurayq jamoatidir. 3. Ubada ibn Samit, Xazraj qabilasi Bani G'anam jamoatidir. 4. Yazid ibn Sa'laba, Xazraj qabilasi Bani G'anam jamoatining ittifoqdoshlaridir. 5. Abbas ibn Ubada ibn Nazla, Xazraj qabilasi Bani Salim jamoatidir. 6. Abul Haysam ibn Tayhan, Avs qabilasi Bani Abdul Ashhal jamoatidir. 7. Uvaym ibn Saida, Avs qabilasi Bani Amri ibn Avf jamoatidir. Bularning eng oxirgi ikkisi Avs qabilasidan, qolganlari Xazraj qabilasidan edi. Ular Rasululloh bilan Mina tog'idagi Aqaba degan joyda uchrashib, ayollar bay'at qilgandek, ya'ni Makka fatih qilinganda nozil bo'lgan ayollar bay'at qoidasi bo'yicha bay'at berdi. Imom Buxoriy Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh bizga kelinglar, menga Allohga hech narsani shirik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina fohish qilmaslikka, bolalaringlarni kambag'alchilikdan qo'rqib o'ltirmaslikka, o'z oldinglarga bo'xton o'ydirib chiqmaslikka va yaxshi ishda menga osiylik qilmaslikka bay'at beringlar. Kimiki o'z va'dasiga vafo qilsa, uning ajrini Alloh beradi. Va kimiki shu ishlarning birasiga chetilib qolsa, shu sababdan dunyoda jazolansa, u jazo uningga kaforat bo'ladi. Va kimiki shu ishlardan birasini sodir qilib qo'yib, Alloh uning bu aybini yapsa, uning ishi Allohning ilkida bo'ladi. Alloh xolis azoblaydi, xolisa uni kechirim qiladi, dedi. Shuning bilan men Rasulullohga shu moddalarning hammasiga bay'at qildim, deyilgan. Islom elchisi Yasrabda. Bay'at tamom bo'lib, haj faoliyatlari oxirlashib, hojilar o'z vatanlariga qaytishga boshladi. Payg'ambar alayhisalom Yasrabdagi musulmonlarga islom shariatini o'rgatish, diniy ahkomlarni tushuntirish va shu yerda texchi sherik aqidasi bilan turayotgan odamlar orasida islom da'vati elib berish uchun o'zining tunji elchisini shularga qetib Madinaga avatmoqchi bo'ldi. Rasululloh bu elchilikka eng dastlab musulmon bo'lgan islom yosh avangardlaridan biri bo'lgan Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu ni tanladi. Xo'shallanarlik natija. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu As'ad ibn Zuraraning uyiga tushdi va u ikkisi birlikda Yasrab aholisiga to'lib toshgan qizg'inlik bilan islom dinini tashviq qilishga boshladi. Mus'ab uzoq o'tmay Yasrab xalqi orasida Muqri'un, ya'ni Qur'on o'rgatuvchi degan nom bilan tanildi. Uning islom da'vatida eng zo'r muvaffaqiyat qozongan so'rovlarining biri shuki, u bir kuni As'ad ibn Zurara bilan Bani Abdul Ashhal va Bani Zafar mahallariga da'vatga chiqqan edi. Ular Bani Zafar jamoatidan bir kishining begiga kirib, u yerda Bi'ri Mirq deb atiladigan bir quduqning levida so'rin tuzib o'ltirdi va ularning qishig'a bir bilik musulmonlar jam bo'ldi. Dal shu kunlarda Bani Abdul Ashhal jamoatining boshlig'i Usayd ibn Huzayr bilan Sa'd ibn Ma'azlar texi musulmon bo'lmagan chaqlari edi. U ikkalanning hilqi quduq bo'yida so'rin tuzib o'ltirayotganligini anglab, Sa'd ibn Ma'az Usaydga: "Yur, bizning sodda odamlarimizni ahmoq qilg'ili kelgan avu ikkalanni to'sqin. Ular bizning bu yerlarimizga kelib yurmasin. Men baray desam, Asad ibn Zurara amma achamning o'g'li. Ashundaq bo'lmagan bo'lsa, seni avatmay ularga o'zimni tetitdim", dedi. Shuning bilan Usayd ibn Huzayr nayzisini elib hilqi bog' tarafga chopdi. Asad Usaydning yiroqdan kelayotganini ko'rib, Mus'abga: "Bu kishi bir jamoat xalqning boshlig'i. Sening qishingga keldichig'i uningga xudolik uchun ta'sirlangidek ikki ig'iz so'z qilib qo'ydim", dedi. Mus'ab: "Agar o'ltirsa shundoq qilay", dedi. Usayd helila til soladagandek ochchig'i bilan kelib, ularning beshida to'xtadi va: "Sizlarni bu yerga kim chaqirib keldi? Ish uqmaydigan ojizlarimizni ahmoq qilmoqchimisizlar? O'zinglarning xususiy hojatinglar bo'lsa aytinglar, bo'lmasa ko'zimizdan g'oyib bo'linglar", dedi.
Bu chaqda Mus'ab uningga avval o'ltirib tinglab boqmamsan. Sen rozi bo'lgudek ish bo'lsa qabul qilarsan. Navodi yoqtirmagudek bo'lsang, sana tangmaymiz, dedi. Usayd, gaping o'rinliq, dedi-da nayzasini oldiga sanjib qo'yib o'ltirdi. Mus'ab uningga islom dinini qisqacha tunishtirdi va muyassar bo'lgan miqdorda Qur'on tilovat qilib berdi. Asad ibn Zurara mundaq degan: Alloh bilan qasamki, biz Usaydning ig'zidan gap chiqib bo'lguncha, uning chiroyining jilva qilib ketganligini ko'rib, uning vujudiga islom nuri ta'sir qilganligini his qilgan edik. Tilovatdan keyin Usayd, bu nima degan mazmunli kalom va nima degan yaxshidin? Bu dinga kirmoqchi bo'lsa, nima ish qilish kerak? deb so'radi. Mus'ab bilan Asad avval g'usl tahorat olasan va kiyimingni poklaysan, ondan shahodat aytib 2 rakat namoz o'qiysan. Usayd ibn Huzayr o'rnidan turgancha bir xoli makonga berib g'usl qildi va ustidagi kiyimni pokiz kiyimga almashtirdi va so'ringa kelib shahodat aytdi. Orqadan 2 rakat namoz o'qidi. Ondan u: "Mening keynimda bir odam bor. Agar u sizlarga tabi bo'lsa, uning qavmidan birmi odam bu ishdan bo'yin to'lg'maydi. Men uni hozirlik qishinglarga avatay", dedi. Shuning bilan u nayzasini elib Sa'dning qishiga qaytdi. Sa'd ibn Muoz qavmi jamoatlari bilan o'z so'rinda Usayd ketgan chaqdagidekla o'ltirib turadi. U Usaydni yiroqdan ko'rib, "Alloh bilan qasamki, Usayd cho'qim ketgan holati bilan kelmadi", dedi. Usayd so'ringa kelib to'xtadi. Sa'd: "Ularni qanday qilding?" deb so'radi. Usayd: "Men ular bilan so'zlashdim. Qasam qilib ayta olaymanki, ularda qabul qilg'ili bo'lmagudek yomonlikni ko'rmadim. Ammo ularni keskin to'sib etdim. Ular sening deganingda qilamiz deyishib qoldi", dedi. Usayd gapiga ulabla: "O'qishimcha, Bani Haris jamoati Asad ibn Zurariga qarshi chiqib, uning sening hamma achangning o'g'li ekanligini bilib turib, sening yuzingni qilmay uni o'ltirmoqchi bo'ptimish", dedi. Bu gapni anglab Sa'd darg'azab bo'lib, o'rnidan turdi va qo'liga nayzasini ilib, 2 yonga qaramay, u ikkaylarining qishiga bordi. Sa'd u ikkaylarining bexaramon o'ltirayotganligini ko'rib, Usayd "Meni bu ikkaylarining gapini anglab boqsin" debdi. Deganni ko'ngli keltirdi-da, g'azabini zo'rg'a besib, ularning qishiga kelib to'xtadi va Asad ibn Zurariga: "Azbiroy Xudo, ey Abu Umama, agar ikkimiz o'ttirsidiki, shu urug' tuqqanchilik qarobatimiz bo'lmagan bo'lsa edi, buncha vala adib ketmagan bo'lardi. Sen bizning ko'nglimizdagi yoqmaydigan ishlarni eshik oldimizga akilib qilyapsan", dedi. Asad ibn Zurara Sa'd yiroqdan kelayotgan chaqdilla Mus'ab ibn Umayrga: "Alloh bilan qasamki, mana oldingizga bir qavmning sardori yetib keldi. U sizga tabi bo'lsa, uning qavmidan birmi odam iymondan bosh tortmaydi", degan edi. Shunga Mus'ab Sa'dga: "O'ltirmamsan, anglab ko'rgin. Agar sen rozi bo'lgudek ish bo'lsa, qabul qilarsan. Navodi sana yoqmasa, biz ketmamdiq", dedi. Sa'd: "So'zing o'rinliq bo'ldi", dedi-da nayzasini yerga sanjib qo'yib Mus'abning oldiga kelib o'ltirdi. Mus'ab uningga islomni tushundirdi va Qur'on tilovat qilib berdi. U mundaq degan: "Bir Alloh bilan qasamki, u ig'zini ichib ifoda bildirib bo'lguncha, uning chiroyi jilva qilib mamnun bo'lib ketganligidan uningga islom o'z ta'sirini ko'rsatdi" deb o'ylagan edi. Tilovat oyoqlashgandan keyin u: "Bu nima degan go'zal shirin kalom, nima degan yaxshi din, bu dinga kirmoqchi bo'lsa, nimalarni qiladi?" deb so'radi. Mus'ab uningga: "G'usl tahorat olasan, kiyimingni poklaysan va guvohlik, ya'ni kalima shahodat aytsan. Orqadan 2 rakat namoz o'qiysan", dedi. Sa'd o'rnidan turib Mus'ab deganidek dedi. Ondan nayzasini qo'liga elib o'z qavmining majlisiga chapdi. Ular Sa'dni ko'rib, "Alloh bilan qasamki, u cho'qim boshqa holat bilan yetib keldi", deyishib o'ltirgan edi. Sa'd ularning beshiga kelib to'xtadi va: "Ey Bani Abdul Ashhal jamoati, sizlar menga qanday qaraysizlar?" dedi. Ular: "Bizning boshliqimiz, dono fikrlik yaxshi odamimiz", deyishdi. Sa'd: "Undaq bo'lsa, sizlarning har ayol, har qandig'inglar Alloh va Allohning payg'ambariga iymon keltirmaguncha menga gap qilish harom", deb jakarlab etdi. Buning bilan shu kuni kech kirganga qadar Bani Abdul Ashhal jamoatidan Usayram ismli birli ardin boshqa musulmon bo'lmagan odam qolmadi. Faqat Usayramning musulmon bo'lishi Uhud urushiga kechikib, u ashu urush bo'lgan kunila musulmon bo'lib jangga qatnashgan edi. U mushriklarni nurg'un talofatga uchirtib, oxiri shahid bo'ldi. Demak, u Alloh uchun 2 rakat namoz o'qib boqmadi. Payg'ambar alayhisalom uning haqida u oz amal qilib, ko'p ajrga erishadigan bo'ldi, dedi. Mus'ab ibn Umayr Asad ibn Zurarining uyida turib, kishilarni islomga da'vat qildi.
Hatto Madinada Ansar aymoqlaridan musulmon bo'lmagan birmi uy yoki oila qolmadi. Hammasida musulmon ayol bor bo'ldi. Faqat Bani Umayya ibn Zayd, Xatima va Voil mahallasida bir qancha oila qolib qoldi. Ularning ichida Qays ibn Aslat ismli bir shoir bor edi. Ular uningga itoat qiladi. U o'z qavmi bilan islomni qabul qilishni kechiktirib, toki Hijriyaning 5-yili Xandak urushi oldida musulmon bo'ldi. Kelar yili, ya'ni Bi'satning 13-yili Haj mavsumi yetib kelishdan burun Mus'ab ibn Umayr g'alba xush bishoratlarini elib Makkaga qaytib keldi. U Rasulullohga Yasrab qabilalarining xabarlarini va u xalqdagi yo'shirun yaxshi xislat iqtidorlarni va ulardagi o'z-o'zini qadrlash va xo'rliqqa bosh egmaslikdek fazilatlarni so'zlab berdi. Ikinci Aqaba bayti. Bi'satning 13-yili milodiya 622-yili iyunda haj mavsumida Yasrablik musulmonlardan 70 necha kishi haj faoliyatini ado qilish uchun Makkaga keldi. Ular Yasrabdagi texchi musulmon bo'lmagan mushrik hojilar bilan birga kelgan edi. Ular Yasrabdagi chaqlarda bo'lmasin yoki yo'lda ketayotganda bo'lmasin, izchil biz Rasulullohni Makka tog'laridan qachongacha qo'g'landi bo'lib, dakki-dukki ichida yurishiga tashlab qo'yamiz deb savol qo'yishadi. Ular Makkaga kelgandan keyin Rasululloh bilan yo'shirin aloqalashib, ikki taraf tashriq kunlarining o'rtalarida Mina tig'ining Aqaba jilg'isi ichida uchrashishni tun qorong'usida maxfiy elib berishga kelishdi. Biz hozir Ansar rahbarlaridan birini islom dini bilan butparastlik keskin elishayotgan ashu halqiliq kunlarda tarix chaqini o'ng'i burg'an bu ahamiyatlik uchrashishni so'zlab berishga taklif qilaylik. Ka'b ibn Malik Ansari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Makkaga hajga bordik va Rasululloh bilan tashriq kunlarining o'rtalarida Aqabada uchrashishga va'dalashdik. Biz bilan jamoatimizning boshlig'i obro'yliq zot Abdullah ibn Amr ibn Haram birga bor edi. Biz uni hajga birga elib kelgan edik. Biz mushrik safardoshlarimizdan bu uchrashishni boshdan oxiri sir tutib kelgan edik. Shunga biz uningga gap qildik. Ey Abu Jabir, Abdullah ibn Amrning kuniyati, sen bizning boshlig'imiz va jamoatimizning nopozliq arbobi. Sen mushpiti g'aflatga ketaverib, oxiri dovzoqqa yem bo'lib ketishingga chidab tura olmaymiz, dedik. Ondan uni islomga da'vat qildik va uningga Rasululloh bilan Aqabada uchrashadiganligimizni uqtirdik. U mundaq degan: Shuning bilan Abdullah hech taraqshimayla musulmon bo'ldi va biz bilan Aqaba uchrashiga qatnashib, jamoatimizning vakili bo'lib saylandi. Ka'b mundaq deydi: Shuning bilan biz Yasrabdan birga kelgan mushrik safardoshlar bilan yotoqlarimizga kirib uxlab qoldik. Kechining 3dan biri o'tib edi, yotgan joylarimizdan hech kishiga to'ydirmay, shipir-shipir sug'urilib chiqib, Aqabadagi yilqi jilg'iga to'plandik. Biz 73 va 2 ayol edik. U 2 ayol Nasiba, ya'ni Ka'bning qizi, Bani Mazin jamoatidan. Yana birisi Asma, Amirning qizi, Bani Salima jamoatidan. U yana mundaq dedi: Biz jilg'iga yig'ilib Rasulullohning kelishini kutib o'ltirdik. Uzoq o'tmay Rasulullohmi yetib keldi. Uning bilan tog'isi Abbos ibn Abdul Muttalib birga ketdi. U ashu kunlarda texi musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq u o'z qarindishining o'g'lining bu ishiga qatnashib, uning uchun ahd paymon elib, ishini puxtalash uchun kelgan ekan. Shunga u tunji bo'lib so'z qildi. So'zlashishning boshlanganligi va Abbosning mas'uliyatning og'irligini o'ttirib qo'yishi. Yig'inga qatnashishga tegishliklar to'liq kelib bo'lgandan keyin diniy va siyosiy ahdlarni elish uchun so'zlashish boshlandi. Rasulullohning tog'isi Abbos ibn Abdul Muttalib dastlab qilib so'z qildi. U ko'pchilikka bu ittifoq ahdini tuzgandan keyin ularning zimmasiga yuklanadigan mas'uliyatning og'irligini ochiq o'ttirib qo'yib mundaq dedi: Ey Xazraj xalqi, arablar Avs va Xazraj ikki qabilini Xazraj deb ataydi. U Muhammadning jamoatimizdagi o'rnini bilasizlar. Garchi biz uning dinida bo'lmasakmi, uningga o'chmanlik qilguvchi muxolif kuchlardan uni qo'g'dab kelyapmiz. Eli ham qishimizda tursa, davomliq ajizlandi va fidokorlik bilan qo'g'diladi. U sizlarga qitilib shu taraflarga ketmoqchi bo'lyapti. Shunga sizlar uningga bergan va'danglarga amal qilsanglar va uni dushmanlaringlarning qo'g'day olsanglar, borsa borsin. Navoda sizlar uni o'z yurtidan elib chiqib bo'lgandan keyin tashlab etib dushmanlarga fursat yaratib berdigandek bo'lsanglar, mana hozirdan boshlab qilib qolsin. U o'z jamoati va o'z vatanida obdan azizlandi va qo'g'diladi. Ka'b mundaq deydi: Shuning bilan biz uningga sening gapingni angladik. Endi sen bir gap qilib baqqan ey Rasululloh.
va o'zing uchun, Parvardigoring uchun qandoq shartlaring bo'lsa, o'tirib qo'ygin, dedi. Mana bu javob ularning bu ulug' mas'uliyatni ado qilishda va mas'uliyatning xatarlik oqibatlarini ustiga olishda yuksak iroda, qat'iy niyat, botirona jasorat va komil imonga ega ekanligini ko'rsatdi. Payg'ambar alayhissalommi o'zining demoqchi bo'lganlarini o'ttirib qo'ydi. Ondan bay'at tamom bo'ldi. Bay'at moddalari. Imom Ahmad voqeaning tafsilotini Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qildi. Jabir radhiyallohu anhu mundaq dedi: Biz Rasulullohga: "Ey Rasululloh, biz senga nimaga bay'at qilamiz?" degan edik. Rasululloh: "Sizlar birinchi, mayli ruhinglar ko'tarangi, jo'shqin holatda bo'lsin va yoki ruhsiz bo'shan holatda bo'linglar, gapimni anglashga va itoat qilishga. Ikkinchi, mayli qiyinchilik va mayli kangrichilik mezgillari bo'lsin, hammasida pul mollaringlarni aymaslikqa. Uchinchi, yaxshi ishlarga buyurishga, yomon ishlardan to'sishga. To'rtinchi, Allah yo'lida sabit bir qadam bo'lishga va Allah uchun har qanday topim alomat, jafo mushaqqatdan qo'rqmaslikqa. Beshinchi, men u yerga borganimda menga yordam qilishga va meni o'z nafsinglarni, xotin qizlaringlarni, bola chaqanglarni qo'g'dagandek qo'g'dashga bayat qilsizlar va uning badaliga sizlarga jannat bor, dedi. Ibn Isoq naql qilgan bir hadisda Ka'b ibn Malikning yana mushu moddalardan eng oxirgi bir moddada mundaq degan: Shuning bilan Rasululloh so'z qildi. Qur'on tilovat qilib berdi va Allohga da'vat qildi va islomni tushuntirdi. Ondan mundaq dedi: Men sizlardan meni xotin qizlaringlarni va bola chaqanglarni qo'g'dagandek har qanday bir kelishmaslikdan qo'g'dashga bay'at olaman, dedi. Shuning bilan Bara ibn Ma'rur Rasulullohning qo'lini tutib, shundoq: Seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan Alloh bilan qasamki, biz seni jinimizni qo'g'dagandek qo'g'daymiz. Bizning bay'atimizni qabul qilgin, ey Rasululloh. Azbiroyi Xudo, biz jang maydonida cho'ng bo'lganlarmiz, jangovarmiz. Jang bizning ota merosimizdir, dedi. Ka'b mundaq deydi: Bara Rasulullohga yuqorqi gapni deb turib Abul Haysam ibn Tayhan gapni bo'lib o'tdi. U: "Ey Rasululloh, bizning odamlar, ya'ni Yahudilarni demoqchi. Ular bilan to'xtam ahdlarimiz bor. Biz uni buzib tashlamoqchi bo'layotimiz. Agar biz shunday qilsak, keyingi kunlarda Alloh seni g'olib qilsa, bizni tashlab Makkadagi qavm qarindoshlarining yoniga ketib olarsanmi?" dedi. Rasululloh tabassum qilib kulib qo'ydi. Ondan mundaq dedi: "Yo'q, men sizlar bilan go'sht bilan qandak va xish bilan loydak. Balki men sizlar mening, sizlarning dushmaninglar mening dushmanim, sizlarning do'stinglar mening do'stim." Bay'atning mas'uliyatini qayta ta'kidlash va chingitish. Bay'atning shartlari to'g'risidagi so'zlashish oxirlashib, ko'pchilik bay'at ahdisini berayli deb turganda, oldingi 2 yilda Bi'satning 11 va 12 yillari musulmon bo'lgan peshqadamlardan 2 kishi ko'pchilikka ahvolni yaxshi tushunmay turib bay'at qilib salmaslik uchun bay'at ahdisining mas'uliyatchanligini ta'kidlash va ularning qurbon berish irodasining qanchalikligini o'qib berish maqsadida orqa-orqadan o'rnidan turib so'z qildi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Ular bay'atga qo'l berishga tayyor turgan paytda Abbos ibn Uboda ibn Nazla o'rnidan turib: "Qarindoshlar, bu odamga nimaga bay'at berayotganinglarni bilamsizlar?" dedi. Ko'pchilik: "Ha, bilamiz" deyishdi. Abbos: "Shak shubhisizki, sizlar uningga dunyodagi barliq oq tanlik va qora tanliklarning hammasi bilan dushmanlashishga bay'at qilyapsizlar. Agar sizlar iqtisodinglar ziyonga uchrab, yaqin qon qarindishinglar chiqim bo'lib ketgili tursa, uni tashlaydigan bo'lsanglar, mana hozir o'chqini danglar. Mushu yerda qolsin. Undaq qilishdan Alloh panohlik bersin. Dunyo va oxiratda satchilikdir. Ammo mol-mulk, jon-tan demaymiz. Payg'ambarga bergan va'damizga vafo qilamiz desanglar, bu dunyo va oxiratlik nijotlikning beshoratidir", dedi. Ular: "Biz Rasulullohni mol-mulkimizdan ayrilsaqmi, eng mo'tabar kishilarimizdan judo bo'lsaqmi, Rasulullohni cho'qim elib ketamiz. Ey Rasululloh, agar biz va'damizga vafo qilsak, bizga qanday mukofot bor?" deyishibdi. Rasululloh: "Jannat", deb javob berdi. Ular taraf-tarafdan "Qo'lingni chiqargin" deyishdi. Rasululloh qo'lini chiqarib edi. Ular bir-birlab Rasulullohning qo'lini ching siqib bay'at qilishga boshladi. Jabir radhiyallohu anhu ning rivoyatida: "Biz Rasulullohga bay'at qilish uchun o'rnimizdan turib edik. As'ad ibn Zurara u hammasidan kichik edi. Rasulullohning qo'lini tutib turib: 'Ey Yasrab xalqi, oldirmanglar.
Biz bu kishining Allohning elchisi ekanligiga iymon etganligimiz uchunla uning yeniga tugillarimizni asirtib yugurishib keldik. Bugun uni elib chiqib ketish deganlik barliq arablar bilan munosabatni uzish, botir azmatlarimizni o'limga nishon qilish deganlikdir. Mushiningga sabr qilib bardoshlik bera olsanglar, elib chiqib ketayli. Ajrimizni Alloh komil berar. Yo'q, endi ko'nglinglarda bir oz g'ubor bo'ladigandak bo'lsa, mushu yerda qolsin. Bu sizlar uchun Allohning oldida eng yaxshi o'zridir, dedi. Bay'at to'xtamnomasi. Bay'at moddalari bekitilib, qayta ta'kidlangandan keyin qo'l elishib ko'rishish usuli orqali bay'at boshlandi. Jabir radhiyallohu anhu As'adning yuqorqi so'zini naql qilib bo'lgandan keyin mundaq dedi. Ular: "Ey As'ad, Rasulullohning qo'lini qo'yib, Alloh bilan qasamki, biz bu bay'atni qo'ldan bermaymiz. Bay'atdan keyin xiyonatmi qilmaymiz", deyishdi. Bu chaqda As'ad ko'pchilikning naqadar qizg'in, fidokor va irodasining kuchli ekanligini bildi-da, u Madinada Musab ibn Umayr bilan birga da'vatchi bo'lgan edi. Endi u bu qatam bay'at qilguvchilarning diniy raisi bo'lib, dastlab qilib bu bay'atga qo'l qoqdi. Ibn Ishoq Bani Najjar jamoati As'ad ibn Zurara Rasulullohning qo'lini tunji bo'lib tutgan kishidir deydi, dedi. Shuningdan keyin umumyuzlik bay'at qilish boshlandi. Jabir radhiyallohu anhu: "Biz Rasulullohning yeniga birdan-bir berib bay'at qilatdik. Bizdan bay'at qilish faoliyatiga qatnashgan halqa ikki ayol og'zaki bay'at qildi. Rasululloh nomahram ayollarning qo'lini tutmagan edi", dedi. 12 vakil. Bay'at oyoqlashgandan keyin payg'ambar alayhisalom ulardan bay'at moddalarini ijro qilishda o'z qavmlariga mas'ul bo'la oladigan nopozliq kishidan 12 kishini vakil qilib ko'rsatib berishni talab qildi. U mundaq dedi: "Sizlar menga qavminglarning ichidagi ishlarga mas'ul bo'ladigan 12 kishini ko'rsatib beringlar", dedi. Shuning bilan darhol ularning nomzodi ko'rsatilib, vakillar saylab chiqildi. Ular Hazraj qabilasidan 9, Avs qabilasidan 3 kishi edi. Ularning ismlari tovandikicha. Hazraj qabilasining vakillari: As'ad ibn Zurara, Sa'd ibn Rabi'a ibn Amri, Abdullah ibn Ravaha ibn Su'laba, Rafi'a ibn Malik ibn Ajlan, Barra ibn Ma'rur ibn Sakhri, Abdullah ibn Amri ibn Haram, Ubada ibn Samit ibn Qays, Said ibn Ubada ibn Dalim, Munzir ibn Amri ibn Hunays. Avs qabilasining vakillari: Usayd ibn Huzayr ibn Simak, Sa'd ibn Haysama ibn Haris, Rifa'a ibn Abdul Munzir. Mazkur vakillar saylab chiqilgandan keyin Rasululloh bu vakillarning mas'ul boshlig'i bo'lish sifati bilan ulardan qayta ahd poymon elib mundaq dedi: "Havariyunlar, ya'ni Isa alayhisalomning yordamchilari, o'z qavmlariga kepil bo'lganidek, sizlarmi o'z qavminglarga kepil, menmi o'z qavmim, ya'ni musulmonlarga kepil." Vakillar albatta deyishdi. Shayton yig'ilishni fosh qilib qo'ydi. Ahdinomini chingitish ishi oyoqlashib, bay'atchilar tarqalish oldida turganda, shaytonning biri bu yig'ilishni fosh qilib qo'ydi. Shayton bu ahvolni eng oxirgi minutlarda bayqab qolgan bo'lg'achqa, texi jilg'idan ayrilib bo'lolmagan bay'atchilarni to'plab kelib tutib, adibini bergizish uchun Qurayshlarni xabarlantirishga ulgura olmaydi. Shunga u egiz bir döviga chiqib, eng yuqori ovoz bilan: "Ey yerlik aholilar, sizlar Muhammad va uning bilan bir o'chim kishilar bilan koringlar yo'qmi? Ular sizlarga qarshi janggohda uchrashishga kelishdi", dedi. Payg'ambar alayhisalom buni anglab, bu mushu vodiyning razili edi. "Xap to'xtab tur, Xudoning dushmani, sen bilan ayrim elishmisan", dedi. Ondan ularni tarqilib ketishga buyurdi. Ansorlarning Qurayshlarga zarba berishga tayyorlanishi. Bu ovozni anglagan Abbos ibn Ubada ibn Nazla: "Seni haq bilan avatgan Alloh bilan qasamki, sen ma'qul ko'rsang, biz atigan Minoga qilishni ko'tarib chiqamiz", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Biz hozir unda qilishga buyurilmadik. Hozircha yotoqlaringlarga qaytib turinglar", dedi. Shuning bilan ular yotoqlariga qaytib uxlab qolishdi. Quraysh taraf Yasrab kattalariga norozilik arzi sundi. Shayton mal'unning bu ovozi Qurayshlarga anglanib, ularning ichida tashvish va ansizlik kayfiyati tug'ildi. Chunki ular bundoq bay'atning oqibatini o'zlarining hayoti va mol-mulkining bexatarligiga nisbatan qanchalik og'ir xavf bo'lganligini obdan biladi. Shunga ular atisi tang so'zlishi bilan tang bir qism o't quyruq amaldorlardan bir guruh tashkillab, eliqi to'xtamga norozilik bildirish uchun Yasribliklar tushgan manzilga keldi. Va "Ey Hazraj xalqi, o'qishimizcha sizlar bizning eliqi odamimizning yoniga kelib,
uni bu yerdan elib chiqib ketmoqchi bo'layotibsizlar va uning uchun biz bilan urushishga, o'limga ahd beribsizlar. Azbiroyi Xudo, har qandoq bir arab qabilasiga selishtirganda sizlar bilan qilish tanglashish ko'nglimizga yoqmaydi, deyishdi. Bay'at tun nisbida intayin maxfiy ravishda elib berilg'ashqa, haj umiki ichidagi mushriklar buningdan qilchi xabarsiz edi. Shunga bu mushriklar hang-tang bo'lishib, bu nima gap? Bu yerda hech ish bo'lmadi, deyishib qasam qilib berishdi. Shuning bilan ular Abdullah ibn Ubay ibn Salulning qishig'iga keldi. U ko'pchilikning oldiga chiqib, bu degan yolg'on gap. Bizda bundaq ish bo'lmadi. Mening qavmim bu yerda emas. Hatto Yasribdagi chog'dimi mendan beso'roq ish qilmaydi, dedi. Musulmonlar bir-biriga ma'nili qarashib qo'yib, birsimi ig'iz ichib, shundoq yoki emas demay jim turishdi. Quraysh taraf bo'lsa, shu mushriklarning gapiga ishonishga majbur bo'lib, amalsiz qaytib ketishdi. Mazkur xabarning rostligining isbotlanganligi va Qurayshlarning bay'atchilarni qo'g'laganligi. Quraysh vakillari haliqi chaqda xabarning rost yolg'onligini jazmlashtirib olmay qaytgan edi. Lekin ular Makkaga qaytib kirgandan keyin davomli surishtirib yurib, oxiri xabarning rost ekanligini, bay'atning haqiqatan bitishib tamomlanganligini isbotladi. Bu chaqda hojilar allburun Makkadan ayrilib bo'lgan edi. Shunga ulardan bir to'p otliq tezdan tayyorlanib Yasribliklarni qo'g'lab tutishga otlandi. Lekin fursat qo'ldan ketgan bo'lg'achqa, Sa'd ibn Uboda bilan Munzir ibn Amirdan boshqa hech kimni uchrata olmadi. Ular bu ikki kishini ko'rib qolib, ularni qo'g'lashga boshladi. Oxiri Sa'd ibn Ubodani tutib olib, uning qo'llarini o'z uluqining chulvuri bilan bo'yniga qayirib bog'lab, urib tillab, chash soqollaridan so'rab Makkaga elib kirdi. Lekin u shu amalla Makka peshvolaridan Mut'im ibn Adi va Haris ibn Harb ibn Umayyalarning himoyasiga erishib, ularning qo'lidan qutulib Yasribga qaytdi. Chunki Sa'd buningdan ilgari ularning karvonlarining Madinadan bexatar o'tishiga ko'p qatim kafolatlik qilgan edi. Ansorlar yo'l ustida Sa'dning elib ketilganligini uqib, Makkaga qaytib Sa'dni qutqizib chiqishni o'ylashayotganda, Sa'd yiroqdan paydo bo'lib keldi. Shuning bilan ular hammaylan Madinaga sog'-salomat yetib berib oldi. Mana bu bay'at tarixda cho'ng Aqaba bay'ati deb atalgan Aqaba 2-chi bay'atidir. U tarqoq holatda yashayotgan mu'minlar o'rtasida do'stlik, igidorchilik va o'zaro yordamchi bo'lish ahdnomasini o'rnatgan va to'lib toshgan ishonch va moddiy, ma'naviy jasorat ato qilgan, mushu yo'lda barlig'ini atash irodasini tiklagan ahamiyatlik cho'ng bir bay'at bo'lgan edi. Alayli Yasriblik bir mu'min Makkada bo'zaq qilinayotgan yana bir mu'min qarindishiga ich og'irtib uningga bo'lishib zolim kuchlardan uning qisosini elib bermoqchi bo'layotdi. Va uning vujudida Alloh uchun do'stlashgan bu qarindishiga nisbatan haqiqiy do'stlik hissiyoti jo'sh urib javlan qilyotdi. Bu xil hissiyot va bu xil do'stlik tuyg'usi vaqtning o'tishiga ergishib asta-asta ojizlab boradigan o'tkinchi mohillikning mas'uli bo'lmasdan, balki do'stlikning asosi manbai Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh nozil qilgan kitobga haqiqiy ixlos bilan iymon keltirishning amaliyotdagi julosi edi. Mana mushundaq iymon har qanday zulm sitam va yovuz kuch oldida bo'shab bosh egmaydi. Mana mushundaq chin xolis iymon harakatga kelsa, aqida va amalda o'z karomatini haqiqiy ravishda namoyon qiladi. Musulmonlar mushundaq komil iymon orqali dunyo tarixi betiga shundaq ulug'vor, shundaq katta ishlarni tutib qo'yib ketdiki, uzoq o'tmishmi va hozirgi atom davrimi uning o'qishiga muyassar bo'la olmadi va yiroq kelgusidimi texi undaq to'hfalarni yorita olishni atayin.